أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب، وهو القول في الأحكام. رانن أحكام درست توتالماتشي. وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه. رهن قيلان كشنن قندا حقوقلары бар, قندا واجباтлары бар. وإلى معرفة ما للمرتهن في الرهن وما عليه. رهنге ağçının mı قندا حقوقلары бар, onun üstü قندا mecburiyetleri var. Aynı iki kısımga bölümüz. Yana ve ila ma'rifat ihtilafihima fi zalik. İşkeylen üzere ihtilaflaşıp kalgan ahvalda qanda bir taraf qilishni bilish. Ve zalika imma min nafsil aqd. Bu ahkamlar ya şu aqdninki özgü münasebet bo'ldi yoki li umurin tariqatin al-rahn. Yani qilgandan favqulodda kep qolgan bir ishlar munosabati bilan bo'ldi. ونحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق. Biz müşavir münasebetdeki ahkamlardan fuqaha al-amsarning o'ttirda talash tartish mashhur bo'lib ketgan ba'zi masalalarni, ya'ni ittifoq kelgan masalalarni bayon qilamiz. Amma haqqul murtahini fir rahni. Endi ranig'chining randiki haqqi. Bu randi qanday qilish haqqi bo'lsa, fa wa an yumsikahu hatta yuaddi ar-rahinu ma alayhi. Rani avchi ranini takash raniga qo'yguchi gadindagi qarzni ado qilgan qadar tutirish haqqi bor. Fa in lam yati bihi 'inda al-ajali kana lahu an yarfa'ahu ila sultan. Belgilangan vaqtda qarzni akab bermasa, rani ağuchi masalani qoziga sunudi. Yani biz o'tgan darsda o'zini qab qilishni, rani buni bo'lib ketdi desa bo'lmaydi degan. Yani unda qanday o'z taraf qiladi desa, uni sud mahkamasi bilan shundiki. Fayabi'a alayhi ar-rahn. Shundan qozixonamdan yoki sud urildira rani qo'yilgan narsani rani qo'yg'uchining hisobiga setitdi. وينصفه منه. Aşınıdan, yani rani qo'yg'uchidan rani ağuchining haqqini apirdi. İllem yujibhur rahinu ilal bay'. Sata desa satmasa, o chaqda shar'iy mahkama setib, pulini apirib, qapqog'ini balki rani qaytirdi. Ve kedalika iza kana g'oiba. Yani qapqog'ini kim qaytirdi? Yani qo'yg'uchi qaytirishi mumkin. Ve kedalika in kana g'oiba. Yana rani qo'yg'uchi ashunda sabab qilib yo'qlab ketsa, kimmidi? Ya qazina kepamidi? Bu odam shu rani tutib turaverdi. Puldan foydalanmadi bu. Onun uchun shar'iy mahkamaga iltimos qilingan ekan, shar'iy mahkama bu qo'ldagi ranni setitdi. Igisining hisobini setitib, rani og'uchining haqqini shuni to'latdi. وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جازا. عند الراهن يعني راهن qo'yg'uchi shu ranni qo'yib ketdi. Falan chisladim buni akapirib, ma ranini ilib ketmadi. Lekin akapirmay qolsam, silim shuni sasla, setib baqilini olib qolsa bo'ldi. Ana ish qolini men birala desa bo'ldi ekan. Yani sud mahkamasi görüp bunu qilib bu ağırçılıkta nima qilishmaydi degan bo'lsa. Va karihahu Malik. İmam Malik buni makruh deb qarabdi. Juqurqidek ashunda deyishib bas. İlla an yarfa al-amra ila sultan. Baş shar yo'q. Unda vakil qilib bunda qilishmaydi. Shu sultonga, ya'ni shar'iy mahkamaga arz qilishdan bosh shar yo'q demoqchi. Murtahin shuni chiqqandan beri manfaat bo'lmaydigan. Murtahin uchun shu avarchilikdan qutulish mumkin. Yani sud mahkamasiga arz qilib, uni saqlang deb, uni ranni topshirib olib, bazarsini setib, uni qo'lg'irib ishak rasmiyat bilan, yani uning 5 kun va 1 oy vaqt ketishi mumkin.
bu avarchilik var. Eğer bu avarchilikdan qutlay deb qalsa, shu rani qo'yguncha shunda taplab qo'ysa bo'ldi ekan. Lekin rani qo'yguncha tapilmasligi mumkin ba'zida. Siz setep pullarni vasmı şunda. Kapkaga iş bağın pul manqaytırıp biradı. Setedmensi maqul sedaslar desa, xud vakil qilgandek bo'lsa shu, meni. Lekin ma 3 imomning qarshida makruh emas shunda deyishib qolsa. Demak, shu rahin maqul kas bo'lgan shunga. Demak, bu seditish masalasi murtahinning qo'lida emas. Bu faqatlam az qilishaq va. Rahin qo'ygan pulni gapirmanda. Akabanda maran qulandi ba. Mushum bitar qilsa qo'lda deb, asunido shar'iy mahkamada akalarni seditib uni pulni yapırdı. Lekin rahin qo'yuvchi o'zi ashunda vakil qilgan bo'lsa, men rahin qo'ydim. Birinchi savobni gapirdim. Akabamsin sizga setvasdim. Setvet pullarni olib qolsa, ish qilganini qo'yib qo'ysa, desa bo'ldi. Unda dinga ahvolda bo'lmaydi. والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه. Yani köpçülük alimlarının karşıda bu rahin qo'ygan narsa degan aş qarzninki el-haqqın marhun fi degan qarz. Qarzninki umumi bilan va hamma parchasi bilan bog'lanishlaydi. Bunun misali shunda chiqadi. Yani ennehu idza rahanahu fi adadin ma fa'adda minhu ba'dahu. Mesela 1000 ko'p qarta 10 tal telefonni qo'yib turasiz. Bir tal telefon 100 ko'yning qarshiligida bunda desak, 1000 ko'ydan 500 ko'yni to'lab bo'ldi bu. 500 ko'yni to'lab bo'lgandan keyin bu 5 telefonni 5ni bagashtirsalar, as bo'lan 5ni qo'yib 500 ko'yga. Bunda his bo'landa ham qachilashga bo'lamdi demak. Bibadihi şu ba'zidan chetishmi degani ba'zidan chetish desa 5ni elib olgandan keyin 5ni qo'yib qo'ydi. Ya butun umumidan chetish desa parchalar bo'lmaydi. Yani 500 ko'y to'lab bo'lib 500 ko'y tapqasimi burun 1000 ko'y olgan shu rang shu peti uni parchalar bo'lmaydi. Ya. Demek umumga munosabatlik ham shu bir qismiga munosabatlik, yani uni parchalanmaysa demak. Yani ennehu idza rahanahu fi adadin ma fa'adda minhu ba'dahu fa inna ar-rahna bi asrihi yabqa. Rahin qo'ygan narsa butunlay saqolati rahni qilib yurdi. Ba'du, yani shu qarzning bir qismini to'lab qo'ygandan keyinmi rahni butunlay yani saqab qoladi. Biyadil murtahin rahni olchin qildi. Hatta yastawfiya haqqahu. Haqqini to'liq olgan qadar yastawfiya degan to'liq qilish. To'liq olgan qadar, hamma bo'lgan qadar rahni hamma tuttirdi. Mesela 70%'ni to'lab bo'ldim. Qullarga rahning 70%'ni men qaytirib bergach tuslasi yo'q. Wa qala qawmun bal yabqa min ar-rahn bi yad al-murtahin bi qadri ma yabqa min al-haqq. Ba'zi olimlar qarzdan qancha qolgan bo'lsa, shu qarzga loyiq narsa rahni qildi, qolganini qaytirib bo'ldi. Bu bi ba'dihi degan gap shu. Yata'allaq bi ba'dihi degan gap va qala qawmun muslim. Bi jumlati degani jumhurning qarashi. Va hujjatul jumhur annahu mahbusun bi haqq. Rahnun deganni biz habs ma'nosida tushunaman. Kullu bir'in bima kasaba rahin. Jumhur bu rana shu qarzning qarshiligida tuttirilgan narsa. Bi haqq degani bidaynin demakchi. Ya'ni shu qarz hozir ranga olishning haqqi. Fawajaba yakuna mahbusan bi kulli juz'in minhu. Davomki ashrani ilingan narsa qarzning har bir parchasi qarshiligida tuttirilgan bo'lishi kerak. Asluhu, yani bu hozir nimqida dalil nima? Qiyos qilyapti. Asluhu, yani al-maqis alayna habsu at-tarikati 'ala al-warathati hatta yu'addu ad-dayn alladhi 'ala al-mayyit. Masalan, bir maytniki 10 ming ko'y qarz bor ekan. 10 ming ko'y qarzmasdan 10 aylan miras olgan bo'lsa, har bir aylanga 1000 ko'ydan tegamda. Bunda avvaldimi, masalan, men 1000 ko'ydan tegan bo'lsa, 1000 ko'y pulimdan boshqani men og'ashtiray deb, unda oz bo'lmaydi. Yani pishkisini og'ashtiray. Yoki san qarzni pak o'tib o'tgandan keyin, to'lib o'tgandan keyin, unda miras ilish degan shu gap boshlanadi.
Az bir kısmını ağandı ki ma yerimini olsun ben kulağımı ağaçtırayım dedi. Onun dersi yok diye. Ondan ağadı ki ma rağın edimi kağızının karşılıklı uduluşturan dersini koyup şunun nesiyesini koyup ma kalğanını ben kulağımı kaytırıp duraydırsam bulmaydı öyle. Ma kıyasma kadar cahillik esnaflıydı. Ve hüccetul fariq thani enne cemi'ahu mahbusun bi cemi'ihi. İkini görüp çıkıldığın ki delil olsa bu ra'nının hemmisi kağızın hemmisinin karşılığında tutturulgan nasipte. Bunda olganı ki fevecebe yekune eb'adahu mahbusatan bi eb'adi. Bunda olganı ki onun her bir parçası kağızın her bir parçasının karşılığında tutturulgan buluş gerek. Mümkünlük narsini koyup koygan bolsak, ma 100 koyunun karşılığında var 100 koyun. 100 koyunun karşılığında var 100 koyun. Daha ki bunun 500 koyunu bir koygan bolsak, 5 tane narsinin karşılığını ödep koygan bolganken biz onu kolumuzu kaytırıp alsak bulduğu demek için. Yani bu parçalab muamele kılımız degan nazariya ekan. Asluhu al-kafala. Bu kafalatga xiyosibdi. Mesela bir necha narsaga kepil olgan bolsa, başında bir ishni qilgandan keyin Manın qarta kepillikim bu türde. Manın qarta türde, manın qarta qaldı deb parçalab muomala qilib demoqchi. Ha. Diga tarikaga qilgan qiyos bakrak tushdim. Bu kabolat ham boshqa bir narsa. Ma'udalla shu qarzning gapi. ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل. أما الرهننك رهن قويغان أش ناسنك bazı avıp kaldıgan ahvalları var. Avıp kalsa bu avıgan narsa şu ranıdan munfasıl ayrım narsa buluş mümkün, muttasıl buluş mümkün. Mesela muttasıl desek koy semirip kaldınız. Bu muttasıl ayrılmaydı. Peki munfasıl diyen bir kuzuldu. Nema rahnin munfasıl yani kuzusu diyendek. Mesela at-tamara fi şeceril merhun. Mesela ranı koyulgan daldaraxılda meyve payda olup kaldı. Bunu üzgül oldu. Munfasıl. Ve mislel gallati. Yana galla deganda kirem. Mesela icara koygan kirem, kira qilgan kirem, mana kiremler. Yana mesela ziraatdan algan, o'ralgan o'ma mesela. Bunda bo'lishi mumkin. Yani üzüp kesilgan narsalar. Ve mislel valadi hal yadkhulu fi rahna amla. Yana mesela balısı, hayvanning qulning balısı muşular aşırıyanıge tava bulamdı. Aşımı katlıb birli rani bulamdı ya ki bu balısını kaçıda tuqqanlıklam rani koyguçı mani ilvaslarda yani şu asli anısını tutup duran gibi mu? فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن. Bazı alimler bunda ayrılıp turduğan aslında bir artık payda olapkan nasa bu raniga tava bulmaydı. Yani raninin bir parçası emas bu. Yani الذي حدث منه في يد المرتين. Yani bu yani ağan adamın kolda anda payda olup kalan narsa. Ve mimmen قال بهذا القول الشافعي. İmam Şafii müşkarasını tuttu. Yani şu hayvanın kuzusu değil mesela. Bu kuzusu raniga tava emas. Anısı bilan birga rani emas. Bu kuzusini qaçida uni qaytirib berish kerak. Rani qo'yg'uchiga. İmam Şafii ve Zahiri'yle müşkarasını tuttu. Ve zahaba akharuna ila enne cemi'a zalika yadkhulu fi'r-rahn. Başkalar kuzusu mu, miyu mu raniga tava buldu dedi. Ve mimmen qala bi hadal qawl Abu Hanife ve Thawri. İmam Abu Hanife, Thawri yani İmam Ahmed mu müşkarasını deyim. Yani bir qo'yni rani qo'ygan bo'lsa, raniga oluvchining qo'lida turib qo'zlabdi. Qo'zlagandan keyin onasi bilan bolasi ikkisi rani bo'lib ekan. Bir qo'y hozir ikki qo'yulab rani bo'ldi demoqchi. Va farraqa Malikun faqala. Endi Imom Malik ikki tarafini o'ttirib turib ayiribdi buni. Ma kana min nama'ir rahn munfasil ala xilqatihi va suratihi. Rani qo'ygan bir narsa bor. Qo'y desak şu qo'yning shaklida va suratida ashuna o'xshash yaratilgan narsa, ya'ni quzusi demakchi. Yoki bir qul. Mesela dedekni qo'yib qo'ysa, dedek bizni tug'di. Demak, shunda bir inson qo'yning mesela quzusi, shu anisi o'xshash narsa bo'lsa, fa innahu dakhilun fi-r-rahn. Bu raniga tava bo'lib ketdi, ya'ni Abu Hanifa'ninkida. Kavalidil jariyati mal jariya, mesela dedek bilan uning bolasi.
yoki qo'ylan qo'zisi degandek. Va amma ma'lam yakun ala xilqati degan uning yaratilishi o'xshash olmaydigan boshqa narsa bo'lib qolsa-chu, fa innahu la yadkhul fi rahn. U chaqda u rahniga tava bo'lmaydi. Kana mutawallidan anhu, ya'ni ashu rahnidan paydo bo'lgan bo'lsin, katamarin naxl. Mana samar hozir naxliga o'xshash emas. Naxl degan bir daraxt, samar degan bir meva. Lekin mush meva shu daraxtdan paydo bo'lgan demakchi. Ev gayri mutavallid yoki uningdan paydo bo'lmagan. Masalan, kirador. Dar hozir boshqa bir narsa, kiradigan boshqa bir narsa. Lekin bu uningdan mutavallid bo'lmadi deydi. Ya'ni u kimning qo'lda oldik? Biz ijaraga o'taq uchun qo'ldan oldik. Uydan bundan o'sib chiqib masalan, mevlab bunda chiqmadi deydi. Va xarajul g'ulam. Xarajul g'ulam degan bu, masalan, qo'l malayga sen nima qilib bunda kundan mana pul topshir degan bo'lsa, shu topshirgan pul demakchi. Masalan, bir qulni ran qo'yibdi. Ran qo'ygan ekan, bu qul odatda hunar kasb bildigan qul ekan. Nag'atchi, masalan, tumitchi. Shuni har kuni u hunar qilib xo'jayiniga 50 ko'ydan pul asir ekanmiz. Ha shu Hazrat Umarni o'tirayotgan Abu Lu'lu'aning mo kunda 2 tanga xaraj berdi. Hazrat Umarga men xo'jayinim Mughira ibn Shu'ba mush xarajni bir yengillatib bergan bo'lsa deb iltimos qilsa Hazrat Umarga. Hazrat Umar sen qanday hunar bilsan? Najjarun, naqqashun, haddadun degan. Shunda jiquna bilganki 2 tanga degan jiqni bajamas bu to'layalaysa degan. Yanda yana achchig'ida bu tahdidsilib ketgan. Keyin undan o'tirarkan. Gunoh qilib pul topib o'zi 2 tanga topshirgan qavmni o'zi haydab. Va umdatu man ra'a anna nama ar-rahni wa ghallatahu lir-rahin. Yani bu Imom Shafi'i. Yani bu rahniga chimaydi. Lekin rahinninki o'zining mulki bo'ldi, uni qo'lga topshirib turdi. Biron qira'nni qo'lda saqlab qoladi degan qarash. Buning dalili qavluhu sallallohu alayhi vasallam ar-rahnu mahlubun va markub. Mana rahn qo'yilgan narsa sig'ilgan narsadir va minilgan narsadir dedi. Xuddi sig'ish va minish shu murtahin shunda foydalanadi degandek. Hozir usti munfasilga shuni kim sig'ib foydalanadi demoqchi hadisda. Rana edib saqlab turuvchi. Qo'l tutib odam sig'ib uchadi. Kunda qo'yamni sig'olay deb kelmaydi uni. Ya hozirda mishal bir nima bo'ldi? Vajli istidlol bor. Hozir mendan aj murtahin degan gap bakrak nima chiqdi, lekin azroq bir ehtimol bo'lgan ekan, vajli istidlolda mush ehtimollik bor buningda deb istidlol qilmoqchi bo'lan. Mahlubun va markub degan rahin shu sig'ib minib paydlanadi deganmi ehtimollik bor. Murtahin u sig'ib minib paydlanadi degan ehtimolligim bor. Chunki shu qo'l tutgan odam shu bo'lgan ekan, shu paydlanadi degan ehtimolmi chiqdi demoqchi. Qalu mana vajh istidlal va vajh dalil min dalik أنه لم يرد بقوله مركوب محلوب أي يركبه الراهن ويحلبه. Bunundan aşının ilgisi özü. Yani koygan kişi bunu minudu, sığıp işidu diyen irade kılmağan. لأنه كان يكون غير مقبوض. Unda yani koygucu özü sığıp, özü minip oynasa onu, bu yani ağaçının kolu tapşımağan buldu. Farihal maqbuda degan bu qo'lga topshirmaganlik kelib chiqdi. Va dalga munaqidun likawni rahna. Undanki bu rahni tutib turgan narsaga tabiiylik zikab qolgan narsa. Ya'ni sen topshirmagandek bo'lib qolding. Fa inna ar-rahna min shartihi al-qabd. Yani rahning sharti nima? Maqbud bo'lish kerak. Qo'lga topshirgan bo'lish kerak. O'zi sig'ib, o'zi minib ishlatsa qanday qo'lga topshirgan bo'ldi demoqchi. قالوا ولا يصح أيضا يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه. Yani bunda anlatmadım. Yani raniga ağuçumu üstün sıkıp minudu digen maniga apasakım bulmaydı. Nimişi onu apasak bulmaydı? Nimişi onu apasak bulmaydı? Mümkün. Kullu qardın jarra manfaatan endi bo'lishi mumkin. Lekin Shafiy mazhabida shu mazmunni opirdi. Yani adı Shafiy mazhabning dalili nima? Shafiy mazhabiga ma mazmunga pasaq bo'lmaydi dedi. Lekin mush mazmunga opirdi bular.
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا شو يشرب يركب يعني kim minida kimni yana shu o'xshash shunga o'xshash ya'ni undan foydalanganini bekitishda yana shunga o'xshash gap chiqadi ya'ni al muttafaqun alayhi des ma'u aciz des lekin qaysi hadisni kelsak bundan shu minib sig'ib foydalangan keyin desa ya'ni shu ehtimollik bor nafaqaning muqobilisida deydi hozir nafaqani rahat qilib ustidan sig'ib shivas bo'ldi degan gap chiqadi murtahin chiqimini qilib qo'yib u sig'ib shu degan gap chiqadi ne bir tarafda arabun shuncha ehtimol ya unda bekitga hol yo'q rangi og'uchi sig'ib shudo minido desakmi to'g'ri chiqmaydi dedi falam yabqa illa yakuna al ma'na fi dalik undan keyin umamas ma'namas dedi hamsa nim bo'ldi buning ma'nosi esa anna ujrata zahrihi li rabbi va nafaqatuhu alayhi ya'ni minilishninki shaqqiga kirasa ajrahin ya'ni igisning qo'liga tegdi va chiqimini igis qilib turib degan bo'ldi bu baklamda takalluf واستدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه يعني لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن ممن رهنه رهن شو رهن تغادمن بulup ketmaydi degeniz له غنمه uningga uni qaydigan narsalar shuning bo'ldi va chiqimini ustiga oladi قالوا عند وجه الإسلام نما بنو دانسا بمو أجزراق قدس نما تتكلم شفتوه أجزراق قدس وجه الإسلام قالوا دينا مش هذا ما جقر قدسنا عموم دين الإسلام قطوا استدلوا أيضا بعموم قوله ديان له غنمه ديان كان راهن أشو çıkan naslini munfasıl naslinin igisi Kur'an'ı tava emas baç قالوا يعني هذا أخلي دلدم برنجت ولأنه ما أزاد على ما رضيه رهنا رهن دب أزراج ولا باجن ناس دم أرتقشة أسب شقم برناسبه فوجب ألا يكون له إلا بشرط زائد عندما كان بو رهن أوشة أزاجندا ينه برشرط قياب مشون أو قاغان kep qolgan narsa ya qo'zisi mevisi mening bo'ladi mesela juma desa yangi bir shart qilsa unda bo'ladi bo'lmasa unda bo'lmaydi unda amaliyotda unda shart yo'q zodi undan keyin zodi asli bu ra'yi tavamas ra'ni qo'yg'uchining mulki bo'lib ketadi demoqchi وعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول يعني qo'zi degan anis tava mevi degan daraxt tava فوجب لها حكم الأصل لكن نما المنفصل منك حكم أصل رانو حكم لا أخشاش هم مثل رانو بلاب كذدود يعني مش أبو حنيفة منك مش قارشة خيانغان بعض أثر لغة حضرت معاذ بن جبل حذيفة بن اليمان لانك مشندا حكم قيغان ويندا قرغان أثر لغة شنو متعين ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة شوها مدبر بوغان أحوالدا مدبر قيغان أحوالدا يعني مدبر ديگنمز menden keyin qalsan sen azat degan ahvolda bir dedikini menden keyin qalsan ma o'lib ketib sen qilib qalsan sen azat debdi degandan keyin bu dediki bir qulni tuqqan bo'lsa bu chaqda bolasimi onasiga o'xshash mudabbar bo'lib ketdi mukatabni shunda mukataba qilingan bir dedek bo'lsa bu dedek mukataba muddati jarayonida bir balani tug'ib qolsa shu onasiga o'xshash shuni hukmida mukatab bo'lib ketgan demak ma'lumotga iborat qiyosga iborat وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع يعني إمام مالك شكل أيرغمته o'xshashanda bir narsa paydo bo'lib qolgan bo'lsa ashuni tava bo'ldi masalan pul yo hayvon tug'ib qolsa tava bo'ldi degan chunki shu tuqqan narsa shunga o'xshashdi bu qiyos qiladi hukmi ummihi fil bay' ya'ni bay'ga qiyos qilyapti
Yani satqan chaqda onasiga tava demoqchi ekan. Satqan chaqda onasiga tava bo'lganda ekan, ra'ni qo'ygan chaqda onasi tava bo'ldi deb qiyos qildi. Wa farraqa bayna ath-thamari wal waladi fi zalika bis-sunnati al-mufarriqati fi zalik. Hamda valadda shunda degan, lekin mevil kelgan chaqda bu farqlar tava emas dedi. Nimaga asosan esa bis-sunnati al-mufarriqati fi zalik. Sunnat degan shadi urf odat degan bo'lsin. Yani urf odatda shunda ayirish bo'lganlikdan shunga asoslanib turib ayirdi. Bu musulmonlar alayga diskamgan bo'ldi. Sunnat. Yani bu adet kaydı olsun ba xalqning o'ttirda demek şu bo'lsa. Ve derken de samara la yetba'u bay'al asli illa bi shar'in. Odatda daldaraqni satgan ahvolda milse o daldaraqliga tava bo'lmaydi. Bunda urf odat var. Ve waladul jariyati yetba'u bi g'ayri shartin. Dedekninki balasi shartlashmasimi dedekni shunda satgandigilar balasini bilishib ketadi. Çünkü dedekni balasidan ayiritish yo'q. Yani la yufarriq bayna da rahmin mahramin. Hayvandan ayırıp satılar. Ama? Belki de Medine'de aşırı adet olan olsa hayvan da anısı arası bulmaydı orada. Bilirse çıktı. والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن. عندما ينو مثلا köpçük alimler şunda depti. Rani algan kişi qo'ldagi ashi rani olib turgan narsadan foydalanmaydi. Mesela mashina rani qo'yib qo'yibdi. Ya yantun rani qo'yib qo'ygan bo'lsa, rani olib turgan muddatdan ishlatib foydalanmasi bo'lmaydi. Jumhurning qarashi. Va qala qawm degan mishada İmam Ahmedullah Sihakkin. İza kana ar-rahnu hayawanan falil-murtahin an yahlibahu ve yerkabahu biqadri ma ya'lifahu ve yunfiqa alayhi. Yani bula cumhurlar ittifaq ma'lum bir yerda. Lekin hayvonni ran qo'ygan ahvolda yuqori hadisga tayanib chiqimini qilib berib meni foydalansa bo'ladi debdi. Yani şu seyindeki muttafaqun alayhi hadisda az-zahru yurkab bi nafaqatihi idza kana marhunan ve labanu ad-darri yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan. Aşağı hadisin ayakta yani ve alellezî yerkeb ve yeşrab en-nefaka diyen ibarın baki. La yaglaqir rahn degan aşır ranga ağusının bulup ketmeydi o diyor. Özünün bulup ketmeydi. Qo'ldagi shunda tutib turgan narsa. Ve bu qavlu Ahmad ve İshaq. Demek mushqarash hazır İmam Ahmad bilan İshaqning qarashi. Qolgan jumhurlarning hammasi foydalanmaydi dedi. واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن محلوب ومركوب. Yani bunlar müşahedesine o delil kılgan bolsun ki, lekin seyindeki bayatın muttafaqan alayhi degan hadis şunu delil kılgan. Lekin şu delildim da taza iniq emasam. Yani bu murtahinning foydalanishidagi gapmi bu? Kimning foydalanishida? Ham bir masala bor. Belki rahin chiqimini qilib berib, shuni sig'ib oladi degan bo'lishi mumkin. Belki kim chiqimini qilib bersa, uning sig'ib turgan, minib turgan foydasini shu foydani degan bo'lishi mumkin. Yani ishkalanga ishlaydi. Lekin bu Ahmad va Ishaq bular belki boshqa bir ojizroq bir hadisdan aynan nassan bir dalil bo'lsa, murtahin foydani degan shuni dalil qildi. Shu bilan bekitib oldim. Yo'q, bu murtahinning gapi bitta. ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه من باطنين. Yani tuttuğun vaxtida, yani tuttuğun kişinin qolda yo'qab ketdi bu narsa. Kim to'laydi buni? Faqala qawmun ar-rahnu amanatun wa huwa min ar-rahin. Bir grup olimlar bu rahniga amonat. Undan ekan bu to'lam bu ziyon kimga bo'ldi? Yani qo'yg'ichiga. Ashuni egiski bo'ldi dedi. Wal qawlu murtahin ma'a yaminihi. Yani bu chaqda biz kimning gapini hisob qilamiz? Bu yo'qab ketdi mana. Uğraldı, bu degan gapni qilgan ahvolda shu qo'lda ran tutgan kishining so'zi hisob. Qasam qiladi, bo'ldi shuni hisob qilib ketdi. Annahu ma farrata fihi wa ma jana alayhi. Yani men uni qarashda, saqlashda, qo'g'dashda suslik qilmadim. Shunda o'zim o'g'ri o'yisirib, qo'limni chiqib ichib ketibdi desa, unda qasam qilgandan qasam qilsa bo'ldi.
ziyan şu raniga qo'yg'ichi rani egizki bo'ldi. وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث مشلا مسا زيان إيران قوي بولدو. وقال قوم الرهن من المرتهن ومصيبته منه. يعني bir bağımla ziyan إيران tutulan kişiye buludu. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجمهور الكوفيين. أبو حنيفة والجمهور من ده ديجن بولشو. Anından İmam Şafii, İmam Ahmed vaken, mağanda Ebu Hanife'len Cumhurul Kufiyin. Belki İmam Malik'in müşkarışta. وَالَّذِينَ قَالُوا بِالدَّمَانِ اِنْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ قَالُوا بِالدَّمَانِ diyen hazır kimler? Töleydu diyen Ebu Hanife. İkinci karış şu. Yani mürtehin ziyan buldu diyen şu töleydu diyen. Yok Ebu Hanife ve Cumhurul Kufiyin bula قَالُوا بِالدَّمَانِ diyen bula üzere bölüp getireydi. فمنهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة الدين. Ebu Hanife de işkinasının en tuğan bahsini biktimiz. Azam birisi az birisi ceh. Yani kaz var, rani koyulgan narsa var. Kazın kıymeti neç pulda? 20 bin kur. Rani koyulgan neç pulda? 25 bin kur. Dağılın değil, kaz az mı? Az olgan muhtarını töleydi. Anda kaz 20 bin koyken, dedi rani koyulgan narsa 15 bin koy olsa, 15 bin koyun töleydi. Kaz az olsa. وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة. يعني سفيان ما أشو ضمان ديانلانن برسيته. ومنهم من قال هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت. ماولان ده أشو ران نشتلق ناس olsa şunu tölaydı. 100 bin koyuluk nas olsa şunu tölaydı. 10 bin koyuluk nas olsa şunu tölaydı. Yani karzdan artık tem bolsa qaramaymiz. Yo'qolgan narsa o'zini tölaydi deb. وإنه إن فضل الراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن. Bu narsa qarzdan ortiq bo'lgan ahvolda qarz 20 bin koy olsa, ran qo'ygan narsa 25 bin koy olsa, 25 bin koy to'lish kerak. 20 bin koy qarz chiqarsak 5 bin koyni ranning egasiga ran olg'ichi berdi. Bermaydi. وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق بولا مشخرجين. demek musulma şu cumhurlan Ebu Hanife'den billah şu töleydu diyen qarashda. Çünkü özara ixtilof chiqib qoldi. وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه. Bazılar bu ra'nini ikkiga ayiribdi. Odatda ko'z ko'rinib turgan narsa, ko'zning ijro qilmaydigan, qul bo'lgan mashina, charmal, shunday narsa bo'lsa, bu odatda hammadan ko'radigan narsa. Uni vaqtga yashirib qo'yilmaydigan. O'lib ketsa, xavotir bo'lib, bularning kalisi o'lib ketibdi, bularning qo'yilib ketibdi, xavotir bo'lgan bir ahvolda bo'lgan ekan. Yana bir turi va baynama yughabu alayhi min al-arud. Kishilar uqmaydigan, yani ichida yangi chiqda turadigan masalan oltin kumushday, zinnatdek bunday narsa bo'lib qolsa, buni ayirmaymiz debdi. Nima debdi? Va daminun fima yughabu alayhi. Ashni oltin kumushday yangi chiqdilan bular xalq ko'rmaydigan narsa bo'lib qolsa, to'laydi buni. Va mu'tamanun fima la yughabu alayhi. Xalqlarimiz ko'radigan narsa bo'lib qolsa, uni ishtirib o'tib qolsa, yoki qo'ldan ketib qolsa, bu omonat hisobida to'lamaydi debdi. وممن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثمان البتي. Bu qarashni tutganlar İmam Malik, Avza'i va Osman al-Batti, yani Kufa'dan. Demak, bu shu qarashni tutganlardir. Abu Hanifa vel Kufiyin, Ali ibn Abi Talib, Sufyan, Ata, İshaq, Malik, Avza'i va Osman al-Batti. Shular esa daman degan murtahin to'laydi degan qarashni tutganlar. إلا أن مالك يقول لكن إمام مالك إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط. بعض قواçlar altında günah olab qilib, ba'zi guvohchilar ras bu hech qanday bexastalık qilmagan, obdan saqlab kelayotgan narsani bulansini kelib bulab ketib ko'do deb guvohlik berib qolsa, o'cha to'lamaydi. فإنه لا يضمنه تلميدون. وقال الأوزاعي وعثمان البتي
bu ish kelanibdi bal yadmanu ala kulli halin qamat bayna aw lam taqum. Yani unda isbot bo'lsin bo'lmasin, guvoh bo'lsin bo'lmasin, oltinga mustaqil haqlabak bilib ketmaydigan, chiqib turgan narsa bo'lsa, tilaverdi debdi. Va bi qawli Malik qala ibn al-Qasim, Imom Malikning qarashi shu Ibn Qasim tutgan qarash shu ekan, shogirdi. Va bi qawli Uthman wal Awza'i qala ashhab. Mashkadan qarashini Imom Malikning shogirdi ashhab tutdi. Wa umdatu man ja'alahu amanatan ghayra madmunin tulmaydi, ya'ni ran tutgan murtahin tulmaydi. Ziyana şu nasın eski bulduğu diyen qarashlarning dalili hadis Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurayrata anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala la yaghlaqu ar-rahn wa huwa mimman rahanahu lahu ghunmuhu wa alayhi ghurmun. Mana rahan degan o ran tutgan odamning bo'lib ketmaydi. Uning foydasi ran qo'yguchi bo'ldi, chiqimi shu qipirdi degan musho hadisni tutdi. Ay lahu ghallatuhu wa kharajuhu. Lahu degani yana shu rahin demakchi. Uning kirimi va chiqimi tepirdigan puli egiski bo'ldi demakchi. Va alayhi iftikakuhu va musibatuhu minhu. Uni qo'l qaltirib elishmi va uni ziyon tortishmi shu egisiga bo'ldi. Lekin mushahhis hamda ojiz. Yani bu balki tekshirib kelsa mursal chiqadi. Sa'id ibn Musayyibning mursal. Sizning kitobning aslida mursal. Yani bunu mursal dalilamasdi deb turoldi. Ba'zida Sa'id ibn Musayyibninkidek mursal o'z qabul qilman deydi. Shafiy mazhabchi. Imom Shafiy shunday degan. Sa'id ibn Musayyibdek bunda cho'naq tabiinning mursalini qabul qilman degan. Imom Abu Hanifa buni qarda bunda deyishi mumkin. Sa'id ibn Musayyibning mursal bo'lsa qabul qilman degan ekan. Sa'id ibn Musayyibga o'xshash boshqa mursal bo'lsa qabul qilishing kerak. Nima uchun Sa'id ibn Musayyibning bir alaylik bor. Yani tabi'i, yani çoğunak tabi'i, başka muayında İbrahim el-Nakai mesela, Hasan el-Basri, başında başka çoğunak tabi'i olsa, başının mursal rivayetli babkas kul kılsın gerek değil mi? İlzam kılmalı. Kalu ve kad radiyar rahinu emanetehu. Mana, bulan da akli delillen kıyas kıttırıp, rani koyguçı aş murtahinninki şenlik işgallikle razı olap, şenlik dep qarab, qo'yg'andi buni xuddi omonat qo'ygandek fa ushbiha al muda inda xuddi qo'lda omonat binosi qo'yib qo'ygan kishiga o'xshab qoldi. Omonat bergandek bir ish edi. Va qala al Muzani min ashab ash-Shafi'i muhtajjan lahu. Yani İmam Muzani İmam Shafi'ning shogirdlaridan. İmam Shafi'ning qarishiga dalil keltirib buni debdi. قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة. İmam Malik hozir İmam Malikni Abu Hanifa qarash-qarashchilarning hammani birdan-bir so'qatadi. O'zining imomini qo'lda. İmam Malik uning agashganlar dedi. İnnal hayvana ve ma zahara halakuhu amana. Buni ve ma zahara halaku degan bir hayvon bor, bir kalam, bir qo'y. Bu o'lib qolsa, qo'lin qo'shnilar boshlanmiz xabarda bo'lgan bir narsa. Bu o'lib qolsa bu amonatning hukmida. Ya'ni bu qo'lda saqlab turgan tulmaydi uni. Egisiga ziyon bo'ldi dedi İmam Malik. Unda olgan ekan fawajaba ayyakuna kulluhu kadalik. Unda olgan ekan uningdan boshqa ma la yadhhar halakuhu oltin zibuzlar aynan narsa bo'lsa-mu, qo'lin qo'shnilar boshqa bilmaydigan narsa bo'lsa-mu, u amonat bo'lishi kerak deb turadi. Va qad qala Abu Hanifa, İmam Abu Hanifani tanqilmoqchi. Yani İmam Abu Hanifa dedi, müşahhamisi Muzani'nin gaplari hozir. İnnemâ zâde min qîmetir rahn alâ qîmetir deyni fehuve amâne. Buna qarzning qimmatidan ranning qimmati ishib qolsa, oshgan narsa amonatning hukmi bo'ldi. Ortiq untilmaydi degan. Fevacaba yakuna kulluhu amana. Lakin ortiq amonat bo'lishi kerak. Yani onun bir qismi amonatda, bir qismi amonat bilsam tutmaydi o'lmaydi. Ve ma'na qawlihi sallallahu aleyhi ve sellem inda Malik. Demek yuqori qilsa Muzanininki raddiyasiga ishki imomga. Ve ma'na qawlihi sallallahu aleyhi ve sellem inda Malikin ve men qala bi qawlihi ve alayhi gurmu ay nafaqatu. Demek aş hadisni qanday tushunadi İmam Malik bilan boshqalar desa ve alayhi gurmu degani ya'ni uning chiqimi shuni keldi, chiqimini qilib birdi shu degan gap. Lahu g'unmu degan shu foydalanishi shuning bo'ldi, chiqimmi shuning bo'ldi degan gapdir. Qalu va ma'na zalika qawluhu sallallohu alayhi vasallam
Ar-rahn markubun ve mahlub. Yani şu hadisin manası o çağda ay ujrata dahrihi li rabbi. Yani onun minimleştin kelgen şaqqı aşı rahin degan egiski boludu. Şunun pul buldu şu denge. Ve nafaqatu alayhi. Yani chiqimini mo şu qildi degan gap. Aşında izohlab turdi. Maliki de shunda debdi. Yo'q, Maliki la mushaddisimda tushundida. U nimaning muzanin gap tugadi. Shu va ma'na qavli sallasam degandan tortib muzaninning gapi tugab bo'ldi. Hozir shu ma'na qavli degandan tortib İmam Malik yuqori qadisini qanday tushundi? Buni bunda javob berdi bo'lsa, bunda da javob berdi. Undan keyin chiqini qilib degan bu kimning narsa, rahimning narsa. Undan keyin bu omonat sifatini oladi deganga dalil bo'ldi. Hadisda yana İmam Malikning bir dalil qilgan taraf bo'lg'achqa İmam Malik ashuna tushundi deydi. Abu Hanifa ve ashabuhu fetavalu qavluhu sallallahu aleyhi ve sellem lahu gunmuhu alayhi gurma. Yani Abu Hanifa mı bu hadis qarta bir cevap berish kerakdi. Çünkü Abu Hanifa bunu mursal deb rad qilmaydi. O'sha mesela bu hadisda Şafiilar dalil qilgan biz bunu tekshirib kelsak mursal chiqadi. Mursal Said ibn Musayyib dedi. Yani İmam Malik mi onu rad qilmadi. İmam Malikning qarshiligi mursal hujjat. Yani Abu Hanifa bunu rad qilmaydi. Uchun Abu Hanifa mursal hujjat deydi. Bu mursal da tepkilenmeydi, çıkırıydı. Asıl mursalının hüccetliki asıl muayyen narsa. Yani Maliki mezhepte, Hanefi mezhepte hüccet. Delil parti yaraydı, mursal edildi. Hani Şafii'de mi 50% yaraydı. Marasi ve kibar-ı tabi'in hücceti. Ya ki kötü şartlar şu, Risale'nin kısmında kibar-ı tabi'in bo'lişi, onun başka bir küşendirgan qo'shimcha bir dalil isbot bo'lsa yoki Qur'on hadisning zahiriga zikirlanmaydiganda to'bash bir shartni qilib hujjat deydi. Yani İmam Ahmad mı asasen hujjatga yakildi. Yani to'rt mazhabda unisida asosan yana joy berib hujjat degan gap chiqdi. Yani hujjat emas degan gap sal keyingi vaqtda surib ketgan gap. Yani Abu Hanifa bular bu hadisni mursal deb rad qilmagan ekan, buni bir xil tushuncha yuribdi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lahu gunmuhu alayhi gurmu deganning ma'nosi anna gunmuhu ma fadala minhu ala dayn. Qarzdan ortiqlab qolgani gunmu degan gap shu. Masalan, qarz 20 ming qo'ygan, bu rahn 25 ming qo'y bo'lsa, 5 ming qo'y gunmu degan gap. Ya'ni shuning ortiqi qarzning qarshisida tang bo'lganki eshib ketgan qismi rahn qo'yuvchining bo'ldi degan gap ma'lum. Demek şu ortiqi qarzdan ortiq bo'lgan rana shu rana qo'yuvchining bo'ldi degan gap. Unda hozirda mashina qo'ysa, mashina setib, kelisini bu qolgan berib degan shu g'ulmi degan, demak shunda qo'lga tegadigan narsa demakchi. Shu ortiqi amonat qo'ygan kishining, ran qo'ygan kishining qo'liga tegadigan narsa. Hamda g'urmi degancha bo'lsa, kim bilib qolgan bo'lsa-da, bu g'urmi, g'arama degan so'zni lug'atdan shunda kelib ketgan degan ma'noda ikkinligiga nurg'un dalillar kirdi. Lug'atga shu muqsidan gap. Yadamda buni bunda tushuncha berib o'tib ketgan bo'lsa, tafsilot kelmadi. Bo'lmasa bunda 7-8 bat tutishadigan masala. وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن عند bu ranga algan kişi töleydu diyenlerin delili yani şu Ebu Hanife'nin delili şuna Ebu Hanife ve Cumhur'un delili mi şu أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء yani dastlab ranga koygan iptidan degan dastlab ranga shunda qo'ygan chaqda mush rangaga hozir qarzini izish haqqi bog'lanib ketishnaman. Shunda bog'lanib ketgan narsa bu. Favajiba an yasquta bitalafihi. Unda ekan shunda qo'ldan ketgan aman, ya'ni ranga shunda ham yo'qib ketsa, buzib ketgandigilar nima bo'ldi? Qarz tushib ketish kerak. Asli shu qarzni erish uchun o'tirishgan narsa bu. Bu shundan tushib ketsa, qarzni yo'qolib ketadi. Demak, bu qarzni ololmaydigan shaklda u murtahin ziyon tortgan bo'ldi degan gap bu. Qarzni to'ldirish uchun
Lekin buning dalili qiyaskan. Asluhu mana talaful mabi' 'inda al-ba'i idha amsaka hatta yastawfiya thaman. Bir narsani sotib dukanchi. Lekin pulni sanab akabir bo'yicha u malni, u tovarni qo'lda tutib turgan bo'lsa, shu turish pulni sanab bo'yicha uni o'g'rab qo'ya yo'qolib ketib qolsa, kim ketdi bizga? Shu do'konning eshik kildi tutib turganingga. Undan keyin yuqorgi masaladami tutib turgan qo'lda saqlab turganingga bo'ldi ziyon demoqchi ekan. Va hada muttafaqun alayhi min al-jumhur. Ya'ni mushu al-aslul maqis al-maqis alayhi mushu masala ittifoq kelgan masala ekan. Jumhur ulamolar shunda zodi. Ya'ni bir do'konchi bir narsani pulni sanab qo'ysa, shu topshirib bermay turgan bo'lsa, yo'qolib ketsa, shu do'konchi qo'l tutib turgan kishi ziyon tortadigan ittifoq ekan. Jumhur ulamolar. Va in kana 'inda Malikin karrahan. Va Imom Malik o'shunda yana ayriydi demoqchi. Yani bey' masalasini ayriydi. وربما احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ارتهن فرسا من رجل فنفق في يده. Bu Abu Hanife ve Cumhur müşrimi dalil kıldı dedi, müşri rivayetine. Bir kişi birisinden bir atını rana yaptı. Sonra kolda ödep kaptı. Yani tutturuş jarayonida ödep kaptı. Nafakatga ödep kaptı dedi. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem lil murtahin şo'lan rana olgan kishiga Rasulullah debdi, "Zahaba haqquka." Sening qarzing bo'ldi, qulog'ingga ketibdi. Ya'ni qarz olmaysan-da. Bu rivoyatmi Ibn Abi Shayba va Tahawi va Abu Dawud Marasil degan kitobda rivoyat qilgan, ya'ni Ibn Hazm al-Muhalla degan kitobda rivoyat qilgan mursal hadis. Undan keyin hozir "Zahaba haqquka" degan ma iboran nas. Nassun fil masala. Tamam. Unda İmam Şafii dalil qilgan mursaldagi iborajon ehtimolli bir ibora. Chunki bilmazmullahu gunmu alayhi gurmu degan gapni jalga oladi-ku. Tanlami bo'lmadi. Ya'ni g'ayr musallam deb turibdi. Lekin hozir mana nas darajalik mursaldan misva. Sizning Said ibn Musayyibdan kelgandan mursal. Nima uchun bu Said ibn Musayyibning mursalni dalil qilasiz? Mana bizning mursalni dalil qilmaysiz. Halbuki bizning dalilimiz nas fil masala deb niyatni tutdi. Mana da Abu Hanifa'ningki kuchli bo'ldi. Endi mana mush rivoyat nazar Ashhabilar nima da'vat qildi? Mursal bo'ldi. Sen shu o'zing dalil qilgan rivoyat mursal. Buni vajib dalala hazır bizim o nas derizlik. Yani dalalatuhu nasiyya. وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه. Yani يغاب عليه diyen aşının közünü jirak qilib turgan. Yani bizsi közünü jirak olmaydigan deb hayvan bilan oltin kumushni ayirgan ekan. Buning dalili nimasi? Fa istihsan. Bu hamda istihsan. Istihsan degan nima azib to'xtalmoqchi. İstihsan nimasi bunda desek bu. Mujtahid o'zi bunda tajribasiga asoslanib mushu foydaliq, adolatga eng yaqin deb tanlagan qarshi desek bo'ladi. Ko'pincha holda shunday. Shu ba'zi buning dalili yo'q. Havoyavazga ergashgandek narsa. Men ana istihsanman yaxshi deb qarayman, bunda qilsa obdan dalildi bu. Endi deb turaladim. Ya hadisdan ya qiyosdan dalil kelsa aklanmaydi. Lekin bunda qilish kerak, bunda qilmasa bo'lmaydi. Mush yaxshi desa istihsan ham bo'ldi. Yani maslaha taqtadi hada yoki al-adala taqtadi hada deb turaladim. ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه. Mana bunun ma'nosi istihsan degan ma'nosi mush masalada odatda xalqni ko'rmaydigan narsada tuhmat bor. Yutib ketdi deb bilan o'g'rildi deb bilan devoldi. Lekin wala talhaqu fima la yughab alayh. Xalqni ko'rdigan narsada unda demaydi. Chunki o'lib qoldi desa xalq xavotir bo'ladi. O qo'llarni kalisi o'lib qoldi, o'sha qo'lni xavotir bo'ladi, qo'lon qo'shnilarni xavotir bo'lgan gap. Demek altın kumuş olab ketdi deyishsa sal unda muttaham. Wa qad ikhtalafu fi ma'na al-istihsan alladhi yadhabu ilayhi Malik kathiran. İmam Malik ko'p masalalarda unda istihsanni dalil qilib turibdi. Shundan ba'zi qarashni tanlaydi, ya tafsili ayirib tanlaydi, yoki ma'lum bir qarashni tanlaydi. Yani mushu İmam Malik dalil qilib aytilgan istihsanning ma'nosi nimada iborat deganda ixtiloflashdi. Fada'afahu qavmun. Bazı alimlar
bu aciz bu. Hech qanday dalilsiz ya qiyas olmasa, ya hadis olmasa, ya asar olmasa, men o'sha yaxshi deb qarayman, deb o'zing havoyavizga aytishdan divog'indek bir ish deb aciz deb qaradi deydi. Ya'ni bu usulda aciz deb turib dedi. Ve qalu innahu mithlu istihsan Abi Hanifa. Ba'zi debdi bu İmam Abu Hanifa'nın mana istihsan deb bilan turib o'xshaydi. Masalan, İmam Abu Hanifa'nın hikoyalari bor, shogirdlari bilan bir masalani muzokara qildi. Bunu deb, bunu deb, shu muzokara qilib, munoqish qilib, munozir qilib, eng oxirida İmam Abu Hanifa istihsan deb qolsa, hammasi jim bo'ldi, raddiyan bermay qoldi. Qancha rivoyat bor. Bu istihsan desa, mumkin tanlaymiz hozir. Deb turgan, dil bilan qilmagan ekan, bunda divirishni iborat debdi. Amaliyotda Abu Hanifaninki istihsani bunda divirishlar emas. O'zing havoga vastillam, shundan divagan narsa emas. Yani bir mazhabda bu istihsanni 2 xil tarif qildi. Yoki 3 xil tarif qildi. Mujtahidning ko'ngli pallada yurib ketib, mushizada adolatda deb qarashimiz istihsan. Mushu obdan mana, obdashgan mushu. Bizlar bir taraf desak bo'ldi deb, ko'ngli shunga qanoat deb qolganligi istihsan deydi. Yana bir qarashda bu odatdagi bir qiyosni tashlab, undan kuchliroq qiyosga o'tkazish. Yani terkil qiyas li qiyasni aqwa minhu. Yani Karxining ta'riflashida ma boshqa masalada mandara hukm qilgan bo'lsa, ma hozir biz bahs qilayotgan masala ashunga o'xshashroq hukm qilmay, boshqacharoq hukm qilish deb bunda ta'riflaydi. Lekin bu Abu Hanifaning diyorani istihsan deb bundan desa bo'lmaydi. Yani ba'zida ozroq qiyasdan kuchli qiyasga o'tkazishni istihsan deb qaraydi. وحدوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل. استحساننا شندا deb ta'riflab turoldi. Bu dalilsiz mush yaxshi deb turilishdan iborat. Yani bu ulama usul shunda ta'rifladi demakchi. İmam Şafii mu men istahsana faqat shar'a debdi. İstihsan deb nog'isa bu yangi bir shariat belgilab olgan o'zining yengillam chiqarib belgilab olgandek bo'ldi. Çünkü özüm ameliyatda istihsanada da bunda ibarəni işledik. Şu kitabul umның bir kısmındaki İbtalul İstihsan. İmam Şafii'nin bir mahsus risalesi var. Kitabı İbtalul İstihsan. Şu Davud-u Zahiri İmam Şafii'nin İbtalul İstihsan degan risalesini o'qigandan keyin istihsanni ibtol qilgan dalillarning hammasi qiyosni ibtol qilgan, shunga qiyosni rad qildi. Va ma'na al-istihsan 'inda Malik. Yani İmam Malikning nazariga istihsan nima iborat desa, huwa jam'un bayna al-adillati al-muta'arida. Bir-biriga zid kelib qolgan dalilni muvofiq jamlab turib, ondan hukm chiqarishga iborat. Yani adaletga eng yaqin bo'lgan shaklda, xuddi islomning ruhini, adolatga iborat shunday maqsadni ko'zlab turib, hamma dalillariga teng amal qilgan shaklda o'ttirdan bijadan chiqadi. Shunga Imom Malikning ko'p nimalarda tafsil. Boshqa imomlar masalan, ma'masida menda deb qaraymiz degan bo'lsa, Imom Malikda buni menda 2 bo'lmas, bu 2dan 4 bo'lmas, bunun yerimini manda deymiz, yerimanda deymiz deb oyunda tafsili bayon qilishi bir ko'p uchraydi. Bu mu shu istihsandan kelib chiqqan. Yani adolatni shunday qilsak, ayirsak bir farq bo'lgan deb qaraydi. Masalan, yuqorqi babdimi nurg'un masalada shu gitchimatchan ayirib adam tushungil bo'lmaydigan darajada taqsimot qilyapti. Hammasi istihsan. وإذا كان ذلك كذلك unda bo'lgan فليس هو قول بغير دليل. Yani unda bo'lgan bu dalillarni bir-biriga tavfiq qilib tang erishishdan iborat bo'lgan ekan, bu dalilsiz gap qilganlik emas. Shu dalilning hammani shundan tutmoqdan iborat. Demakchi, ma Ibn Rushd hozir istihsan tarafini tutyapti. Endi ma yuqoriga gap tugdi. Val jumhur yana masala ala annahu la yajuz lirrahin bay'ur rahni wa la hibatu. Mesela bir narsani to'lamagan qarzning qarshiligida bizga ran qo'yib, keyin ran qo'ygan narsani haqqa setib qolsa, berib o'tib qolsa bo'lmaydi dedi. Wa annahu in ba'ahu falil murtahini al ijazatu aw al fasx.
Agar uni setib qolsa, rani qo'ydi, qo'yib qo'ygandan keyin palonning qo'lda qo'yib qo'ygan rani shu mashinamni san satdim deb setib. Bunda avvalda rani olgan kishi ma'qul satqini hisob bo'lsin desa, tasdiqlasa bo'ldi, rozi bo'lsa. Bo'lmasa, yo'q bekor desa buzutalaydi. Qala Malikun va in za'ama anna ijazatahu liyata'ajjala haqqahu ajazahu degan. U ijazat ba'di, yani satsang mayli, hisob bo'lsin deb ijazat ba'di deb turasimi? Nima uchunsa liyata'ajjala haqqahu. Yani men satqan bo'lsam qachida qulog'im pul kirdi, men qazimni bir degansan, ma'qul satqan, setiblan pulimni bergan deganda deb turasa qanday qilish kerak? Halafa ala dalik yoki hullifa ala dalik desa, qasam ichdi yoki qasam ichgunsa shu. Va kana lahu qasam ichgandan keyin undan o'zi satqan hisob bo'ldi. Va qala qawmun yajuzu bay'uhu. Yani ba'zi olimlar sasi bo'lardi uni. U masala tugatdim. Va idza kana ar-rahnu gulaman aw amatan fa'ataqa. Endi ran qo'ygan narsa bir qulkan. Malaya dedik. Bu qulni ran qo'yib bulab xo'jayini ozod qilibdi. Yani rani qo'yuvchi ozod qilyapti. Fa inda Malikin annahu in kana ar-rahin musiran. Endi Imom Malik yana mana ikkiga ayirdi hozir mana. Istihsan demismish. Ozod qilayotgan kishi qo'l ilkida bor, pul bor odam bo'lsa, jaza atquhu. Uni ozod qilgan hisob bo'lib ketdi. Va ajjala lil murtahin haqqo. Qo'lda pul olgan ekan, ani ozod qilgan hisob bo'ladi. Qo'ldagi puldan shartida sanablam aning qazini to'layapti dedi. Va in kana mu'siran, qo'lda pul yo'q odam bo'lib qolsa, bi'at, ash qulni setidimiz, ozod qildim degan hisob bo'lmaydi. Satimiz. Va qadal haqqa min thamaniha. Va qudiya al-haqqu min thamaniha. Yoki va qada ar-rahinu al-haqqa min thamaniha. Ashning pulidan setilganga ashning pulidan undan qazini to'laydi. Va inda Shafi'i thalathat aqwal. Endi Imom Shafi'ning qarashida Imom Shafi'ning mazhabida 3 xil qarash bor. Imom Shafi'da 3 xil qarash ketdi. Birinchisi ar-rad, ya'ni bu ozod qilishi inovatsiz, rad qilib emas. La yunaffaz al-'itq demak. Ikkinchi qarash hisob, al-ijaza degani mush hisob bulardi, qul ozod bo'lib ketdi degan. Bu Imom Abu Hanifaning qarashi, Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyat. Va thalithu mithlu qawli Malik. Uchinchisi Imom Malikning qarashiga o'xshash. 3 xil qarash Imom Shafi'dan keldi. Va amma ikhtilafu ar-rahin wal murtahin fi qadr al-haqq alladhi wajaba bihi ar-rahn. Al-haqq alladhi wajaba bihi ar-rahn degan qarz. Qarzlar batda qarz bo'lganlik sababidan rahni kelib chiqqandi. Qarzini ololmayman deb rahni tutib turib puxtilgan tishni. Endi shu qarz qanchalikdi degan masalada ixtilof bo'lib qolsa, ikki tarafning o'tirdi. Fa innal fuqaha ikhtalafu fi dalik. Fa qala Malik al-qawl qawlul murtahini fima zakarahu min qadr al-haqq. Qarz manchi puldi degan masalada qarz egisining so'zi hisob, murtahin degan qarzning egisi. Ma lam takun qiymatur rahni aqalla min dalik. Rani ilib tutib turgan narsaning qimmati qarzdan az bo'lmagan ahvoldalar. Tang bo'lsin yo jiqilib qolsa, mening qarzim manch pul elishim bor desa shu hisoblaydi. Tamazada ala qiymatir rahni fal qawl qawlur rahin. Endi ranning qimmatidan ishib ketgan narsa bo'lsa, ran masalan 25 ming ko'yliq narsa ekan. Ran qo'ygan narsa. Lekin qarzi 50 ming ko'yliq narsa. Mana ya qarzning qimmatidan az binasini ran deb tutmaysiz siz. Yolg'on chiqansiz deb unmaydi ekanmiz. Bundan da kimdan hisob qilgan? Ran qo'yuvchi deb hisob qilgan. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري يعني إمام أحمد مشلولا بالله وجمهور فقهاء الأمصار من إمام أحمد وبشكله القول في قدر الحق قول الراهن قرضنا مقدار دا راهن نوسز حساب جمهورنا قارشم شو بلنا دليله وعمدة الجمهور أن الراهن مدعى عليه راهن هذا متهم مساوتا يعني مرتهن دعوة إشواتنا دك بنوسيا والمرتهن مدعي منه دعوة مرتهن كان فوجب أن تكون اليمين على الراهن نوان كان هذا قسم كم كل ده راهن كل ده
ala zahiri sünnel meşhura. Meşhur sünnetinin zahiri لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر يعني مدعى عليه bu sünnette mana el-yemin ala men ankar Ndaki rahimga qasam qiladi. Hozir da'vo ochgan kishi men falonni mansub qazim batdi, qazim jiq bunun ma degandimi jiq deb da'vo ochgan kishi bo'ldi. İnkar unda jiq emasdi deb inkar qiluvchi rahim shu. Va umdati Malikina hauna annal murtayna İmam Malikning dalil bo'lsa, İmam Malik deb qaraganda musiran ma'siran deb ayirganda. Bu yerda rana'g'uchi va inkan mudda'iyan bu da'vogar bo'lsa-mu lekin falahu hauna shubha. Lekin bu yerda buning tarafida bir shubha bor dedi. Binaql yamin ila hayzihi. Yanqul bo'lishi mumkin. Sizga yanqulmi? Binaql tanqul bo'lishi kerak. Chunki shubha tanqulul yamina ya'ni murtahinning qishida azar bir shubha bor. Bu shubha qasamni aslida rahinga qilgan qasamni murtahinning tarafiga o'tkazadi deydi. Hayziyan tarafi degan janibi. O kavn rahni shaydalov. Mana u shubha nima esa, o'sha rahni shuningga guvohchilab qolgan. Ya'ni hozir rahni kimning qo'lida? Murtahinning qo'lida. Demak, o'sha rahni tutgan odamning nimasi hozir? Shuni gap hesab qilish kerak endi ko'rinish. Yani muşi rahna hazır, muşi adamda ilişi bor deganni bildirdi-ku. İlishi bor deganni bildirgan ekan, xuddi mushining tarafi hazır kuchliqdek. Ve min usulihi an yuhallafa aqwal mutada'in shubatan. Yani İmam Malikning qoidasi nima ekansa, qaysi tarafda shubha eng kuchli bo'lsa, shuning qasam qildi deb qaraydi. Bundan keyin nimada qo'lda ranining turilganligi bu hazır aş taraftaki şüpheni güçlendirmekte demek ekan. Ve hada la yelzemu indel cumhur mana. Bu gap toza qo'lashmagan gap. Cumhur mu? Ya bunda bo'lish kerak emas. Li'annahu qad yarhanu ar-rahinu ash-shay'a wa qimatuhu akthara min al-marhun fihi. Mana. Chunki ran qo'ygan kishi qazning qimmatidan jiqroq qimmatdagi, yuqori qimmatdagi narsani qo'yishi mumkin. Ko'pincha ahvolda shunday. Bu ozg'u nima edi? Yani qazigisi ozini qo'yib qo'ysa, keyin tashlab qolsa, uni o'ttirdagi farq qo'ldan ketib qoldi-da. 25 mingga qazi bor ekan. 10 ming ko'rak narsani tutib qo'ysa, tashlab ketdi, 15 mingga ziyon degan gap. Uni o'lmaydi. Va amma idza talafa ar-rahnu wa ikhtalafu fi sifatihi. Hamda bayatın bahs qilgan masala ida halaka degan ishlama. O'sha halakamni o'sha. Buzib ketdi, lekin bu yerda sifatida yo'q qoldi. Talashlar sifatida. Bundan buzib ketgan bo'lsa kim to'laydi degan gapdi. Hozir buzib ketdi, endi uni to'lamoqchi. Kim bir to'laydi, lekin bu qandaroq nasibmi o degan sifatida ixtilof tushib qolsa dedi. Fal qawlu hauna inda Malik qawlul murtahin li'annahu mudda alayh. Mesela telefonlar ana qolgan bo'lsa, bu telefon iPhone deb turibmiz. Ya biz qo'yaq Nokia-ti bu. فالقول ها هنا عند مالك قول المرتهن لأنه مدعى عليه. Mana ran tuttuğu adamning so'zi hisob deb turadi. Ya'ni ashuni mudda alay demak ekan. Xuddi rahim men buni shundan o'chib telefonni ran qo'ygan taymda da'vo qilayotgandek. Va u muqirrun bi ba'd ma mudda'a alayhi. U endi zot bir telefon degan narsaning qo'lga o'tganligini e'tirof qilib turadi. Lekin anda isil telefonligini inkor qiladi. Shunama bir qismini e'tirof qildi, bir qismini inkor qilyapti. Undan keyin bu mudda'a yo'lda deydi. Va hada ala usuli. Yani yuqoriga bayon qilgan shu qaysi tarafda gumon kuchli bo'lsa, shu mudda'a yo'lab qasam qildi deganimiz asosan debdi. Fa innal murtahina aydan huwa damin fima yughabu alayhi. Aslida nima degan? Qahri ko'rmaydigan narsa bo'lib qolsa, murtahin to'laydi degandi. وأما على أصول الشافعي الإمام الشافعي أصل قاعدة بويتها فلا يتصور على المرتهن يمين. المرتهن يمين كم ما يدرجز يمين كله ده تصور قدش ممكن ما يد إلا أن يناكره الراهن في إتلافه. فقط لم مش إنسان بزوت عند الدواء قاسا شو çağdan da birbirinden inkar kılışıp kalsa
inkar qilib turgan hisobida mudda alay bo'lib man ankara bo'lib qasam qilishi mumkin dedi. وأما عند أبي حنيفة يعني إمام أحمد بن الله فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن. Bu mançpulluq nasibdir. Bu şunun sübtiga münasibetlik nasib mı? Miqdar sübti. Bu mançpulluq nasibdir degan masalada murtahinning so'zi hisob. وَلَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَى صِفَةٍ. O sübtini bekitib nolg'ishi ehtiyoji yo'q. Qimmatini qilsam bo'ldi, sübtiga ehtiyoji yo'q deydi. Mançpulluq desak sübtini bayon qilmasak bo'ldi. لأن عند مالك يحلف على الصفة وتقييم تلك الصفة. Çünkü İmam Malik'nin karşıda sübtimi şunda attı. Bu telefon iPhone'da dep bu iPhone'ның bahası mançpulda dep çıkıga aşında qasam qildırğaş vatdı. Mal depto sübtning gapini qilmaydi, qimmati bilan bevosita qimmati bilan o'tib ketmaydi demoqchi ekan. Abu Hanifalar. Wa idha ikhtalafu fil amrayn jami'an. Endi ikki ahvolda talashlar chiqib qolsa, yani fi sifatir rahn va fi miqdar rahn. Ikki amrayn degan sifatida va miqdor degan. Sifati degan emas, masalan, telefon qanda markali telefonda, miqdor degan bir telefonda ikki telefon deganda. Kana al-qawlu qawlul murtahini fi sifatir rahn. Rahnining sifatida rana uchun so'z hisob. Bu qanda markali telefonda esa bu Nokia dedi. iPhone emas, Nokia dedi. Yoki masalan, burun kitobda akaga misol, men sana asir rani qo'ygan. 1 tonna üzüm şerbetini nima qo'ygan tayam desa, bu qo'yib, yo'q mana haraq amonat qo'ygan tayam. Lekin shu anda varaq ayilib ketganmi? Ha? Men haraq amonat qo'ydim. Qo'yib, yo'q men üzüm şerbeti amonat qo'ygan tayam debdi. Degan gap shu anda. Va fil haqqi anda qarzning sufti ديشولسا ما كانت قيمته الصفة التي حلف عليها شاهدة له. يعني قول المرتهن مكتوب. قول المرتهن في صفة الرهن وفي الحق. يعني قرض دمو قول المرتهن حساب ده. ما كان قيمته الصفة التي حلف عليها شاهدة له. قسم قılınğan sıfatının qımmati aşın guvalık qildigan holatda bo'lsa, yani baza nimasiga uyg'un keladigan holatda bo'lsa, qarzning qanchalik miqdoridimi shu murtahinning so'zi hisoblanadi. Va fihi da'fun degan bunda ojizlik bor. Muallif hozir tarjih qilyapti. Ma qarash ojiz. Va hal yashhadul haqqu haq degan shart qarz. Ashadunning haqqi. Bu qarz hozir rahning qimmati guvohlik bera olamdi. Ma'lum darajada bo'lishi mumkin. Qarz 20 ming qo'ygan bo'lsa, bu rani 20 ming qo'yish qilib turgan emas, yangi guvohlik bera olishi mumkin. Idza ittafaqa fil haqq. Bularda qarzni ittifoq kelibdi. 20 ming qo'ydi qarzda. Mushunda ittifoq kelganligi, o'sha ranining qimmatining ma'lum miqdorda ekanligi guvohlik bera olamdi. Ma'lum darajada bo'lishi mumkin. Yani 20 ming qo'ydan cho'qim bu yuqori yangi guvohlik bera oladi. Vaqtalafa fi qiymatir rahn mana. Qarzning majburligida o'xshash qarashda 20 ming qo'ydi, 20 ming qo'ydi. Hamda ranning qimmati cho'lsa, yo'q biz 25 ming qo'ydi, biz 15 ming qo'ydi deb bunda turgan bo'lsa, o'sha qarzning 20 ming qo'y ekanligi ranning majbur ekanligiga guvohchi bo'la olamdi deganda fil madhabi fi qawlan. Maliki mazhabning qarashida ikki xil qarash bor. Wal aqyas ash-shahada. Yani qiyosga eng munosib nima? Guvohlik beralaydi shu. Guvohchi bo'la oladi. Yana ida shayda rahnu lid-dayn mana. Chunki ranining majburligi qarzning majburligi guvohchi isbot bo'la oladigan bo'lsa, shayda daynul marhun qarzmi rani guvohchi bo'la oladi. Masalan, qo'l 25 ming qo'yliq rani bo'lgan bo'lsa, bu rani hozir cho'qim uning qarzi 25 ming qo'ydan tuvan ekanligi guvohchi bo'la oladi. Undan ekan qarzning 20 ming qo'y ekanligini qo'shma qo'ldagi raniningki bu 20 ming qo'ydan yuqoriroq ekanligi guvohchi bo'la oladi cho'qimda. Va furu' hadal bab kathiratun va fima zakarnahu kifayatun fi gharadina. Yani bu rani münasebetlik tarmoq masala bakji. Yani furuat masalalarida yani 30 ga yaqin masalani bayon qilish mumkin. Lekin biz
Şu tanlab ba'zi bir masalani bayon qildik. Mushu kitobdan maqsad qilgan mashhur masalalarni bayon qilishdan iborat shu maqsadimizga mas keladi. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.